Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisizlar, tuzukmisizlar, bemorlarimiz, sizlar ham yaxshimisizlar? Bugun shu opamiz taklif qildi, Barnoxon opamiz. Ba'zi bir dorivor giyohlar to'g'risida ma'lumotlarni so'ragandim. Keling, mayli, vaqt topib sizga shu ma'lumotlarni beraman dedilar. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Sensiz? Xo'p, endi mana shu ko'pchilikka hozir foydali tegyapti, bemorlar rahmatlarni aytishyapti. Tuzalganlar juda ham ko'p, sizlar mana shu giyohlardan shifo topganlar. Endi mana shu ba'zi bir giyohlarni, dorivor giyohlarni ta'sir doirasi hamma kasallikka degan tushuncha ham borda odamlarda. Shunaqa. Shuning uchun vaqtingizni olamiz, qo'lingizdan kelgancha qaysi giyohlar nimaga dori va nimaga dori bo'lmaydi, ya'ni nimaga davo bo'lmaydi, nimaga zarar keladi, qaysi a'zolarga, shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Mana inson organizmida 4 ta mijoz bo'ladi-da. Issiq, sovuq, ho'l va quruq 4 xil mijoz bo'ladi. O'zi asli Ibn Sino kitobi bo'yicha 75 xil mijoz deydi. Uni Ibn Sino nima qilib 4 xilga bo'lgan. Shuning uchun ba'zi odamlar sovuq mijozdagi, masalan, sovuqlik damlamalarni berib qo'yilsa, u nojo'ya ta'sir qiladi. Navarot minusga qarab ketib qoladi. O'shaning uchun ko'proq tabobatda ham, meditsinada ham mijoziga qarab turib giyohlarni yo'naltirilsa, yaxshi natija bo'ladi. Masalan, buyrakka deganda, mana bu buyrakka damlamalari mana namataylik. Bu Maylimi, bir uni yaqinroq ko'rsatsan. Mana buyrak damlamasi, buni ham tarkibida ham ho'l, ham quruq giyohlar bor. Ham issiq, ham sovuqlik. Masalan, o'rta mijoz, issiq, sovuq deganda o'shaga yo'naltirilgan. Masalan, sovuq mijoz ham ichsa, nojo'ya ta'siri bo'lmaydi. Shuning uchun har bitta giyohlarning o'zini yo'nalishi bor, o'zini davoligi bor. Bu mana shu tarkibida nimalar bor? Oddiy damlama deb qo'yibdi, keyin buyrak toshi, shlak tuzlari, pielonefrit, o't toshi, kaliy, jigar, qoringa bo'lib shishi, oyoq, qo'l bo'g'imlaridagi ishlarga qarshi debsiz. Buni tarkibida nimalar borligini ayta olasizmi? Ayta olaman. Oddiy narsalar, qiriq bo'g'im bor, chumchuq tili bor. Talakyanka degan giyohimiz bor, bu Rossiyadan keladi. U bor. Lo'ya qazg'oq bor. Buni tarkibida besimertniy bor. Qiriq bo'g'im bor, buni tarkibida. Shular toshni maydalar beradi. Qiriq bo'g'im ham 2 xilga bo'linadi. Toshning daraxtli qiriq bo'g'im bor, o'sha qiriq bo'g'imdan qo'shilgan. Xovosh, mana bu qiriq bo'g'im bor, bu ko'proq nimaligi kamroq bo'ladi, mana. Bu boshqa qiriq bo'g'im. Bu boshqa qiriq bo'g'im, mana. Buni ham xususiyati bor. Bu ko'proq jigar faoliyatlarini yaxshilashga, ko'proq mochevini haydovchi xususiyati bor. U narigi qiriq bo'g'im, bu archen daraxtiga o'xshagan qiriq bo'g'im. Bu qanaqa holda o'sadi? Bu o'simliklarga o't holatda o'sadimi giyoh? Bu ariq bo'ylarida ko'proq o'sadi. Suv bo'ylarida o'sadi. Narigi qiriq bo'g'im daraxt archa simon bo'ladi. U qiriq bo'g'im doriligi kuchliroq bo'ladi. Ko'proq buyrakdagi toshlarni maydalash xususiyati kuchliroq. O'sha qiriq bo'g'imdan foydalanganmiz. Aytavering. Endi bu buyrak deganda, buyrakning o'zini tabiiy giyohlari bor, tabiiy nimalari bor. O'shalarga yo'naltirilsa yaxshi bo'ladi. Jigarga mana oddiy misol. Jigarga zirk foydasi kuchliroq mana jigarga. Mana bu yerda mana qo'shus deymiz. O'zimiz o'sha qadimiy zarpecha qo'shus yamtoqlarda o'sadigan. Bu ham o'sha jigarga yaxshi nima beradi, natija beradi. Mana bu yerda mana jigar gepatit kasalliklari. Hozirgi kunda tabobatda ham, meditsinada ham jigar kasalligi juda ko'payib ketdi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida juda ko'payib ketdi. Nimaiki, bu energetika mahsulotlari, noto'g'ri ovqatlanish, gepatit kasalliklari, B kasalliklari, bu orttirilgan kasallik hozirgi meditsina tilida ham, tabobat tilida ham. Buni tarkibida ham 12 xil giyoh bor. 12 xil giyohni qo'shishimizdan maqsad, ba'zi odamlar sovuq mijoz bo'ladi, ba'zi odamlar o'rta mijoz bo'ladi, ba'zi odamlar issiq mijoz bo'ladi. Ana o'shaning uchun o'sha mijozlarga ketadigan qilib turib tarkib qilib tayyorlaganmiz.
tarkib qilib tayyorlangan. Mana bu orom jigar deydi. Bu ham o'sha jigar faoliyatlarini yaxshilab beradi, jigar tiqilmalarini ochib beradi, jigardagi qurish xususiyatlarini tiklab beradi. Jigar rivojlanuvchi narsada, masalan 6 oyda o'z faoliyatini tiklab beradi. O'sha tiklovchi narsa bu. Mana bu inson organizmi immunitetniki. Mana bu ham o'sha tarkibida ham sovuq mijozga ketadigan, ham issiq mijozga ketadigan, o'rta mijozga ketadigan qilib turib tarkib qilib tayyorlangan giyohlar. Shuning uchun nima demoqchiman? Bu maqsad menda bir dorini reklama qilish yo nima emas. Ko'p bizga murojaatlar kelyapti. Falon giyoh ichuvdim, menga mana qanday ta'sir qildi, salbiy ta'sir qildi, effekti bo'lmadi deyishadi. Masalan, oddiy misol suyak yemirilishiga, suyak kasalliklariga bu qora andiz, gulxayrini ildizi bor, ashuladan ko'proq foydalanilsa, o'sha yaxshi natija beradi. Endi mana bu yerda chernika deymiz. Bu ham sahr kasalligiga rosa foydali. Chernika. Buni ham o'zingiz tayyorlagansiz. Buni ham o'zimiz tayyorlaganmiz mana. Chernikani mevasidan maxsus tayyorlangan, o'sha ko'z xiraliklariga, sahr kasalligida ko'proq ko'z xiralik bo'ladi, oyoqlarda toliqish bo'ladi, charchoq bo'ladi. Demakki, bu sahr kasalligi inson organizmini xuddi mana biz o'zbek tilida nima qilganda qurum singarini yig'adigan kasallikda. O'shaning uchun organizmni tozalovchi narsa. Immunitetlarni ko'tarib beradi. Mana bu damlama mana sahr kasalligidagi damlama. Bu ham o'sha tarkib topilgan, o'sha mijoziga qarab turib tayyorlangan. Ba'zi holatlarda haligi nojo'ya ta'sir qildi, nima demasligi uchun o'sha giyohlarni bir-biriga mos keltirib tayyorlangan. Mos keltirib tayyorlangan. O'shaning uchun nima demoqchiman? Har birta inson ichayotgan giyohlarni, foydalanayotgan tabiiy giyohlardan to'g'ri yo'naltirildi, to'g'ri tavsiya qilinsa, o'shanda mana bu eshikdan kirib kelgan odam bizdan bitta naf topib kelsa yaxshi bo'lardi. Tushunarli. Hozir endi torpeda degan damlamani chiqarayotgandinglar. Shu torpeda to'g'risida hamma har xil gap ham yuribdi. Ba'zilar haligi ham o'limdan boshqasiga davo ekan degan afsonaviyga o'xshagan gaplar yuribdi. Shu to'g'risida mana o'zingiz shuni damlamani tayyorlaysizlar. Nima deysiz shu to'g'risida? Bu torpedani nimasida ko'proq davleniyaga foydasi kamroq. Bir marta ya'ni qon bosimi ko'tarilganlarga foydasi yo'q. Yo'q. Nimagaki, uni tarkibida palingorki bor, pijma bor. Bular nabrot issiqlik giyohlar. Nabrot qonni tez quyiltirib beradi. Bu qachonki jigar kasalliklariga foydasi ko'proq buni. Qon tozalovchi. Ko'pchilik buni prostataga ham olib ichyapti. Prostataga endi balkim boshqalar boshqacha tarkib qilgandir, lekin biz tayyorlayotgan mana 40 yildan beri tayyorlab kelayotgan bo'lsak, prostataga uning foydasi yo'q. Davleniyaga foydasi yo'q. Davleniyaga mana bu tarkibli giyohlarimiz bor mana. Insult kasalligiga ham foydasi yaxshi. Yaxshi davleniya, insult. Bu davleniya. Buni tarkibida mana lavanda bor, masalan, qashqarbeda bor, karkadiya degan giyoh bor, shulardan tayyorlangan maxsus qilib. Nimaiki, bu palingorki pijma davleniyaga, insult kasali bo'lganga, stent qo'yilgan kasalliklarga to'g'ri kelmaydi. Shu to'g'risida men bir ikki marta reportaj qilsam, bir ikkita tabiblardan menga ozginalik nima ham tavsiya ham o'tkazishdi, narsa qilib. Lekin men inson zoti bir narsani sotayotgandan keyin, o'sha insonning pulini olgandan keyin sizdan najot so'rab keldimi, o'sha inson najot topish kerak. Rostini gapirish kerak. Shuni tarafdoriman. Bu tabobat meditsina, nima deydi, tabobat biznes emasda, insonlar najot so'rab keladi. Cho'kayotgan odam bitta cho'kkan nima qiladi-ku, o'shaning singari najot so'rab kelgandan keyin to'g'ri yo'naltirish kerak, to'g'ri giyohlarni tavsiya qilishimiz kerak. Yaxshi. Yana bitta bir ko'pchilik tabiblarga yoqmasa ham kerak bu savolimiz sizga beraveramiz endi. Mana narx-navolar ko'tarilyapti hamma narsada. Sizlarda ham giyohlar narxi ko'tariladimi yoki mana talab ko'paysa giyoh narxini ko'tarib olish degan narsa bormi sizlarda yoki yo'q? Bizda unaqangi narsa yo'q. Mana oddiy misol g'o'zayog'imiz ko'rsataylik. Mana shu ko'pchilikda odamlarda narsa bo'lyapti. G'o'zayog'i narigindan ham ko'rsat. Mana shu g'o'zayog'i.
biz oldin ham 60 mingdan sotganmiz. Mana hozir ham 60 mingdan. Lekin bu g'oz yog'ini, mana bu g'oz yog'i bilan mana uning farqi bor. Bu qanaqasi bu? Bu aptechniy g'oz yog'i. Bu g'oz yog'ini biz 20 mingdan beramiz. Mana bu g'oz yog'ini o'zimiz tayyorlagan tarkibli g'oz yog'i. Buni xo'jayinim o'zlari o'ylab topganlar. Mana yonidagisi aptekaniki. Bu apteka. Farqi bormi bir-biridan? Farqi bor. Yer bilan osmoncha farqi bor. Buni quritish xususiyati kuchli. G'oz yog'i. Mana o'zingiz ham biz ham ishlatamiz uyda. Foydalangansiz. Bu tarkibli g'oz yog'i. Bu g'oz yog'ini biz beramiz 20 mingdan. Mana bu g'oz yog'imiz 60 ming so'm. Biz buni hattoki nabiram kuyib qolganda ham mana shu g'oz yog'idan ishlatdik. Mana shundan. Suvda qayroq suv to'kilib kuydi-da. Darrov bir haftaga qolmasdan izi ham qolmadi, tez tuzaldi. Juda bir terini ham tez bitiradi ekan. Tez bitiradigan xususiyati bor bunda. Demak, narxlar sizlarda bir xilda turadi. Bir xilda. Mana bu so'gal dorimiz ham o'sha oldin ham 60 ming bo'lgan, hozir ham 60 ming so'm. Mana va. Mana shu so'gal dorisi. Ha, o'sha so'gal dorisi. Yaxshi, chunki ba'zida bo'ladi-da, bir narsaga foydali narsaga talab ko'paysa, darrov narxi ko'tarilishi bo'ladi. Yo'q, bizda unaqangi holat yo'q. Karantinda maskani narxi ko'tarilgandek. Mana hozirgi kunda psoriaz kasalliklari juda ko'payib ketdi. Mana hozir ham oya keldilar narsa qilib. Psoriaz, teri yaralari, telefonimni bersak ko'rsataman. Mana shu betmon 1, betmon 2 giyoh dorimiz bor. Odamlar shuni ham bir haliga foydamiz tegsa, nimamiz tegsa juda yaxshi bo'ladi deb. Bu psoriazdagi davolash uchun mana shu surtma dorilar. Mana shunaqa kasallar kelyapti mana. Juda ko'payib ketdi hozir. Yosh bolalarning o'rtasida ham ko'payib ketdi. Kechaning o'zida bir 6 kishi kelishdi shunaqangi kasallik mana. Psoriaz o'zi nimadan kelib chiqadi? Psoriaz bu noto'g'ri ovqatlanishdan, qattiq stressdan chang joylarda ko'proq hayvonlardan ham yuqadigan kasallik bu. Chang joylarda nima qiladi? Bu dorilar bilan qancha muddatda tuzaladi psoriaz? Psoriaz Xudo xolasa hozirgi kunda eng uzog'i borsa 10 kunda tuzalyapti. 10 kunda tuzaladi. 10 kunda tuzalyapti. Mana bu yerda biz masalan kelgan kasallarni mana shularni kechaga olganimiz, mana bu mana bu yerda 15 yilga psoriaz kasallik tuzalganlar ham bor. Mana. Mana. 15 yilga mana. Mana birinchisi boshi. Bu boshi, bu 5 kunlik natija mana. 5 kunda. Maşallah, juda yaxshi-da. Mana yosh bolalarda ham juda ko'payib ketdi bu kasallik. Boshga toshganimi bu? Bu boshga toshgani. Boshiga toshgan. Mana hozir bu bolachamiz ham rosa chiroyli bo'lib qoldi. Mana sochlari ham 5 kunlik natija mana. Tuzalgan holatda. Bu tuzalgan holat. Endi soch chiqsa bo'ldi. Soch chiqib bo'ldi. Soch chiqib bo'ldimi? Soch ham chiqib bo'ldi. Sochi oldingidan ham qalin chiqdi. Mana bu xo'jayonimizniki mana 17 yil bo'lgan ekan. Bu sochdagimi? Boshdagi? Bosh, butun badandagi, endi ayol kishilik uchun faqat bosh olganmiz mana. Mana bu 3 kunlik natija, mana bu 5 kunlik natija mana. Hech narsa qolmabdi. Hech narsa qolgani yo'q. 6 oy bo'ldi dori olganlariga, hali qaytalagani yo'q. Shuning uchun faqat dorilarni, tabiiy giyohlarni to'g'ri yo'naltirib berilsa, o'shanda insonlarga manfaatimiz ko'proq tegadi. Bundan tashqari sizlarda hozir hijomamiz yana nima ofisingizda? Nerga ofisimizda mana hijama. Nimalarni yo'lga qo'ydinglar? Hijama, zulik, massaj, parafin, olovli terapiya, suxoy banka. Mana. Psoriaz kasalliklariga mana. Zulik qo'ygan. Zulik bilan davolagan. Zulik bilan ham davolasa bo'ladi demak. Mana keyingi holatdan. 5 kunlik natija mana shu. Uzoq emas, bir 10 kunlik emas, 1 oylik. Demak, zulik 5 kunlik natija. Psoriazga ham shifo. Psoriazga ham davo. Shu ishlarni ham qilyapsizlar hozir. Ayollar qaraydi, juda bir ko'rkam bo'libdi. Biz kirib ko'rdik, juda chiroyli tayyorlabsiz joyini. U joyimizda mana ayollarda hozir eroziya miyoma kasalligi ko'payib ketdi. Vaginalniy zulikni yo'lga qo'ydik. Ko'krak mastopetiyalar ko'payib ketdi. Uni ham zulik bilan davolash yo'lga qo'ydik. Juda yaxshi natijalar bo'lyapti. Olovli terapiya, banka, chertma hijomalarimiz bor. Massajlarimiz bor, parafinlarimiz bor.
bel grijalariga tortiladigan apparatlarimiz bor. Ignali terapiyalarimiz bor. Shunga yaxshi mutaxassislar bor, Bor. qaraydigan. Bor. Rahmat opa, salomat bo'ling. Mabodo qayerda bu deydigan bo'lsanglar, ko'pchiliginglar bilasizlar. Bu opamiz tabib Yoqubjon akamizni ayollari bo'ladilar. Panoxon opa. Joylari Namangan shahar Chorsuv dahasiga kelib olsanglar topaverasizlar. Bittasi mana hozirgi video olib borayotgan joyimiz Namdo Nuroparasi. Yangiqo'rg'on petani. Chorsuv Yangi Qo'rg'on petagini oldida. O'sha tabobat olami deb yozib qo'yilgan. Ikkinchisi Go'zal petagini oldida Namangan mehmonxonasi bor. Chorsuv mehmonxonasi. Chorsuv gassisasi. Ha, Chorsuv gassisa deydi ko'pchilik. Shu Chorsuv mehmonxonasining ro'parasidagi Go'zal petagida ilgari banklar bo'lardi, o'sha banklarning o'rniga ochganlar. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Bemorlarimizga qanaqadir nasihatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, yana aytib qolavering. Bemorlarimizdan nimani so'rab qolamiz? Faqat ichayotgan har bitta giyohlariga, masalan, ham meditsina tomonidan, ham tabiiy tabobat yo'nalishi bilan ichayotgan giyohlarga e'tibor berilsin. Masalan, reklama ekan deb turib, bu shu narsa shunga davo ekan deb turib o'zlaricha olib ichishermasin. Oldin bitta mutaxassisga ko'rinishsin, bitta aniq diagnozni qo'yishsin, keyin o'shanga qarab turib, o'sha tabiiy giyohlardan foydalansin. Ya'ni muolaja uchun ishlatilayotgan dorivor surtma bo'ladimi, giyoh bo'ladimi, dori bo'ladimi? Baribir ehtiyotkor bo'lib, chiroyli bir oldin surishtirib, bilib, shunaqangi keyin iste'mol qilinsa, inshaalloh shifo yaxshi bo'ladi. bo'ladi, yaxshi natijalarga erishamiz, Xudo xolasa. Mayli, katta rahmat sizga, baraka toping, xalq xizmatida charchamang. Azizlar, bemor bo'lmanglar. Mabodo bemorlik bezovta qilayotgan bo'lsa, telefon raqamlarini, manzillarini, Telegram raqamlarini hammasini mana shu nimaga qo'yib qo'yamiz. Ekranga ham yozib qo'yamiz va sarlavhaga, izohlarga ham yozib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Alloh ajringizni bersin.